Sharm el-Shayxda safari bir kishi uchun nech pulga tushadi? Mehmonxonamizdan safarigacha 20 minutda yetib bordik. Hamma mehmonxonadan kelgan turistlar bitta joyga yig'ildi, ro'mollarimizni o'rab qo'yishdi. Instruktorlar kvadrotsikldan qanaqa foydalanishni ham o'rgatishdi. Mashina haydashni bilmaydiganlar ham bemalol hayda oladi. Cho'lni o'rtasida bu adrenalinni his qilish boshqacha bo'ldi. Yana hammamizni bitta joyga yig'ishdi. Bu yoqda chiroyli fotosessiyalar va yegiptskiy choylar bilan mehmon qilishar ekan. Choydan boshqa hamma narsa 3-4 barobar qimmat. Manga o'xshab narxini so'ramasdan ochib yo ichib qo'ymaylar. Ekskursiya boshidan fotograf video rasmlarga olib yuradi. Video bilan rasmni telefoningiga tashlab beradi. Narxi $25. Safariga yarim soatlik ekskursiyamiz tugadi. Bir kishi uchun $20 to'ladik. Xonaga kirsak, bizdan shunaqa syurpriz kutib turgan ekan. Bu albatta tekin emas, ertalab $2 tashab ketdik. Kechki ovqatni qilib olib konsert tomosha qilishga tushdik. Mehmonxonada har kuni shou konsertlar bo'ladi. Videolarimni kuzatishda davom eting. Keyingisida delfinda cho'milamiz.